Gulasal Xudoyorova 9 yoshda Navoiy viloyatidan tashrif buyurgan, milliy qo'shiqlarni sevib tinglaydi. Yosh bolalarga ehtiyot bo'lib, mana shu mumtoz qo'shiqlar ichida, an'anaviy qo'shiqlar ichida yosh bolalar ijro eta oladigan qo'shiqlarni tanlash kerak-da. Bilmadim, nima uchundir menga falsh tuyuldi. Ko'p joylari falsh tuyulgani uchun afsuski yo'q javobini aytaman. Bu ashulalarni kattaroq bo'lganingizda ijro qilasiz. Mani javobim yo'q siz uchun. Hali hamma imkoniyatlaringiz oldinda. Xo'p, keyingi nimalarda yaxshi tayyorlanib kelasiz qizim. Yosh bolachalar aytadigan ashulalar bor, qani bitta aytib bering-da o'shani. Go'zal yurtimda yana shodiyona tantana. Xo'p. Taronamsan taronam. Ey o'zbegim yagona. Qo'llarni berib qo'lga. Chiqqanmiz katta yo'lga. Молодец. Tomirlarda jo'shar qon. O'zbekiston gulmakon. O'zbekiston gulmakon. Bo'ldi qizim, rahmat sizga. Shu ashulani aytsangiz, qarang qanaqangi o'zingizga mos tushdi. Nimaga shu ashulani bermaganiga hayron qolyapman. Endi bu sizning aybingiz emas. Men mana shu hozir mana shu o'zbegim yagona ashulasini aytib berganingiz uchun javobim sizga ha. Mana javobim yo'q. Hech qisi yo'q, buga albatta aytaman.
bu boshqa gap. Ana Aysal qizim, qalaysiz? Nima bo'ldi? Ha? Voy, nimaga yig'layapsiz? Hali kelajakda juda ham ko'p konkurslar bo'ladi. Hammasini yutib chiqasiz albatta. Bo'ptimi? Bunaqa ruhan kayfiyatni tushirmang. Yaxshilab tayyorgarlik qiling, bo'ptimi?